Ertaman uyg'ondik. Normalniy uyg'onishimiz kerak edi. Nafas olyapmiz. Normalniy. Hojatga kirdik, katta kichigidan bo'shandi. Normalniy bo'lish kerak. Ne'matlar shunaqa ustimizda ko'p va doimiy turganligidan uni ne'matligi ham esimizdan chiqib qoladi. Qani garantiya ertaman uyg'onishingizga birinchisi. Uyg'ondingizmi? Alhamdulillah deng. Shart o'rningizdan turdingiz, oyoq qo'li ishlayapti. Alhamdulillah deng. Hojatxonaga borib turib bemalol ichganingizni chiqardingizmi? Alhamdulillah deng, birodar. Bu ne'mat qanaqa ne'mat ekanligini shu narsadan ajralib qolganlardan so'rang-da. Bavul qila olmaydigan holat bo'lib qoladi. Prostatasi ishib ketib. 3 kun, 4 kun bavul qila olmaydi. Oxiri shu trubasini tiqib CDni chiqarib olgandan keyin shunaqa rohatlanadi. O'ylanib ham qo'ymaymiz-a? Uyg'ondik, yurtimiz tinch. Ne'matligini bilamizmi buni? Anonim kam